Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan demak shisha idishni chizishni o'rganishimiz kerak. Buning uchun biz birinchi bo'lib front plane'ni tanlab sketch yaratib olamiz. Mana yon tarafdan qarab oldik va sketch yaratamiz. Yaratib oldik. Mana sketchimiz. Demak, mana shu yerda biz hozirgi shisha idishimizni o'lchamlarini kiritamiz. Buni o'lchamlari xuddi mana shu holatda bo'ladi va biz endi buni teng yarmini chizib olishimiz kerak. Teng yarmi. Teng yarmini chizish jarayonida mana bu markaz, buni rumkaning markazi deb belgilab olishimiz kerak va buni biz hozir taxminan oddiy chiziqlar bilan chizib chiqamiz. Bu yerdan boshlaymiz pastdan. Mana shunday qarab olamiz. Demak, mana shunday. Mana shunday. Hop. Shunday. Hop. Mana bunday. Mana bunday. Xo'p, demak, oxirgi chizig'imiz bu tekis chiqmagan ekan. Oxirgi chizig'imizni boshqatdan chizamiz. Bu avval shaklda bu tomonga qarab ozgina egilgan ekan. Taxminan mana shunaqa. Endi biz buni razmerlarini beramiz. Demak, eng yuqori qismi ikki tomoni, ya'ni dumaloq radiusi 46 mm. Biz markazdan 2 ga bo'lganimiz uchun buni teng yarmini belgilaymiz. Necha ekan? 23. Hozir 46, buni yarmi 23, to'g'rimi? O'lchamlari beramiz mana. Bu markazga nisbatan 23 mm uzoqlikda joylashgan. Endi xo'p, umumiy balandlik 155 mm. Umumiy balandlik bu yerdan mana bu yergacha, demak bu nuqtadan mana bu nuqtagacha 155. Xo'p, ana endi pastdagi dastasi ushlaydigan joyining uzunligi 55 mm ekan. Demak, mana shu yerdan bu yergacha 55 mm ekan. Demak, o'z-o'zidan bu yog'i tepasi necha qoladi? 100 mm qoladi. Ana, o'lchamlari aniq belgilandi. Ana endi. Xo'p, qolgan joylarini to'g'rilab chiqamiz. Demak, mana bu o'rta ushlaydigan joyimiz 9 mm. Markazga nisbatan bu o'lcham 9 da yarmi qancha bo'ladi? 4,5 mm bo'ladi. Mana 4,5 mm qilib oldik. Xo'p, ana endi. Mana bu pastini uzunligi demak 65 mm ekan. Buni yarmi necha bo'ladi? 32,5. To'g'rimi? 32,5 mm uzoqlikda joylashgan. 32,5 mm. Xo'p, bu ketdi. Ana endi mana bu yeri, ya'ni eng keng joyi ham 65 mm ekan. Mana shu joyi ham demak 65 ni yarmi nechiga teng bo'ldi? 65 ni yarmi. Birdamiz? 32,5 mm ga teng bo'ldi. Mana shu holatda rumkamizni demak chizib oldik. Ana endi mana bu joylarini biz yumshatib chiqishimiz kerak. Nima qildik hozir? Rumkamizni teng yarmini chizib oldik, to'g'rimi? Teng yarmini chizib olyapmiz. Right ni ham o'chirib turamiz. Topni ham o'chirib turamiz hozircha. Demak, nima qildik? Rumkamizni teng yarmini hozir chizib, razmerlarini to'g'rilab chiqdik. Sog' bo'ling.
Xo'p, ana endi biz qiladigan ishimiz mana bu joylarini demak yumshatib chiqishimiz kerak. Yumshatib chiqish deganda, ya'ni mana bu yerda dumaloq-ku, to'g'rimi? Bu yog'i ham, bu yoqlari ham dumaloq shaklda. Mana shu dumaloq shaklni demak hosil qilib chiqamiz. Buning uchun fillet komandasidan foydalanamiz. Mana shu joylar. 3 ta nuqtamiz demak dumaloq bo'lishi kerak. Va biz buni radiusini demak qo'lda nima qilsak bo'ladi? To'g'rilasak bo'ladi. 18 bizga yaxshiga o'xshab ko'rinyapti. Mana. Ko'rdingizmi? O'xshadimi? Lekin rumkaga o'xshab boryapti. Ana endi e'tibor beramiz. Bu narsani biz aylantirib olishimiz uchun demak bu chiziqlarni biz yuzaga aylantirishimiz kerak. Bu hozir chiziq xolos, yuza emas. Yuza bo'lishi uchun biz mana bu yerdan offset degan komanda. Ya'ni shishani qalinligi bo'ladi-ku, to'g'rimi? Devor qanchadir miqdorda qalin bo'ladi-ku. Xuddi shuni demak naborot ichkari tarafga biz belgilab olishimiz kerak. Offset, e'tibor bering, offset komandasi nima qilar ekan? Bu chiziqlarimizni ichkariga nusxasini yaratib berar ekan. Mana. Ko'ryapsizmi? Ichkariga nusxasini yaratdi mana. Mana buni qalinligi hozir 1 mm qilib belgilaymiz. Mana 1 mm qalinlikdagi kopiyasini ichkariga qarab nima qilib berdi? Chizib berdi. Biz shunchaki chiziqlarni ko'rsatdik, razmerini belgiladik va nima qildik? Offset komandasini ishlatdik. Ana endi bizda chiziqlar ikkitadan bo'lib qoldi, to'g'rimi? 2 qator bo'lib qoldi. Shu birinchi chizgan chizig'imiz. Tushunarlimi Firdavs? Qaysi komanda qildi buni? Offset mana. Offset degan komanda qildi. Endi qarang. Buni rangi agar yopiq yuza bo'lsa, o'tgan darsda ham aytgandik, seri kulrang rangda bo'yaladi, to'g'rimi? Nega bo'yalmayapti? Chunki mana bu yog'i ochiq. Ochiq yuza qolib ketsa, kulrang rangi bo'yalmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun biz yuzalarni yopib chiqamiz, ya'ni nuqtalarni yopamiz. Bir tomon yopildi, lekin hali ham seri bo'lmadi, chunki tepasi ochiq. Tepasi mana rumkani yopganimiz bilan nima bo'ldi endi? Seri rangda bo'yaldi. Nega? Chunki bu endi yuza nima qildi? Yopildi. Tushundingmi? Xo'p, ana endi Firdavs buni saqlanib qilamiz. Bu sketchimiz mana chizilgan holatda turibdi. Yuzalarni ko'rsatib olamiz mana plane'larni. Plane ko'rinyapti, to'g'rimi? Mana bu demak frontga chizilgan oddiy eskiz xolos. Oddiy eskiz. Ya'ni rumkani teng yarmini eskizi. Biz mana shu yerda top plane. Nega top plane deyapman? Chunki hozir rumkani aylanasi top plane'ga to'g'ri keladi. Yuqoridan qaraganda, to'g'rimi? Shu top plane'ga men bitta sketch yarataman. Topdan qarab olaman va e'tibor bering. Dumaloq mana dumaloq chiziq hosil qilaman. Razmerini 65 qilaman. Tushundingizmi? Demak, mana 65 razmerda mana. Ko'rdingizmi? Dumaloq hosil qildim. Tushundingiz-a? Endi ana shu yerda biz hozir bitta buyruq bilan mana shu yarim tayyor bo'lgan sketchimizni rumkaga aylantirib olamiz. Bitta buyruq. Bu buyruqning nomi mana bu sketchdan chiqib ketsak ko'rinadi. Sketchdan chiqib ketamiz. Va biz mana hech qaysi sketchni edit qilmayapmiz, ustida ishlamayapmiz. Galchkani bosdim, yashil, qizil galchkalar yo'q, to'g'rimi? Va tepada 3D model buyruqlari turibdi. Mana shu 3D model buyruqlaridan biz revolve degan komandani topamiz. Mana ikkinchida turibdi, extrude'ni yonida turibdi. Revolve, ko'rdingizmi? Revolve degan buyruqni tanlaganimizdan keyin biz ikkita yuza ko'rsatishimiz kerak.
Birinchisi aytyapti face and sketch regions to revolve deyapti. Ya'ni san revolve qilmoqchi bo'lgan yuzani ko'rsat deyapti. Ya'ni chizma, eskizni ko'rsat deyapti. Sketch degani eskiz degani, to'g'rimi? Mana sketchni ko'rsatamiz. Mishkani olib kelsak sarg'ayapti. Bitta bosdim. Endi aytyapti revolve axis, ya'ni o'qni ko'rsat endi. Aylantirmoqchi bo'lgan o'qni ko'rsat deyapti. Aylantirmoqchi bo'lgan o'qimiz bu mana. Dumaloq. Ko'rdingizmi? Hoppa. Qalay? Tushundingizmi? Orqaga qaytaraman. Ctrl Z mana. Buni o'chirib tashlayman. Mana. Bizda ikkita sketch bor. Birinchi sketchimiz bu mana. Frontga chizgan rumkani teng yarmi. To'g'rimi? Bor. Keyingi sketchimiz esa bu rumkani tepasidan qarab chizilgan dumaloq, oddiy dumaloq xolos. Tushundingizmi? Ikkita sketch. Biz mana shu ikkita sketchdan ham chiqib ketamiz mana. Galchkani bosamiz, oxirgi sketch ham tayyor, mana. Mana chiqib ketdim. Hech qaysi sketch aktiv emas. Ko'rinyapti? Tepada esa 3D model buyruqlari turibdi. Shu yerdan e'tibor beramiz yana bir marta Imron. Revolve buyrug'ini tanlaymiz mana. Revolve. Ko'rdingizmi? Revolve buyrug'i ikkita qiymat qabul qiladi. Birinchisi deydi, san aylantirmoqchi bo'lgan sketchni tanla deydi mana. Biz mana uni aylantirmoqchimiz. To'g'rimi? Keyin aytadi, aylantirmoqchi bo'lgan o'qni tanla deydi, aylanani tanla deydi. Ikkinchisida aylanani tanlaymiz. Mana. Mana aylana. Shu. Ko'rdingizmi? Demak, bitta buyruq bilan biz nima qildik? Rumka hosil qildik, stakan hosil qildik. Endi yana bitta yangi narsa o'rgataman. Mana shu stakanni shisha ko'rinishida bo'yab olamiz. Buning uchun biz assign material for part 1 deyapti. Demak, part 1 uchun material belgilaymiz. Va bu yerdan biz glass deganini topishimiz kerak. Glass. Shisha bormi? Mana. Oddiy glass qani? Mana glass tanlaymiz va bosamiz. Ana endi bunga biz edit materialda beramiz. Shisha bo'ldi bu. Yo'q, hozir men sizga ko'rsataman. Shishaligini qanday bilamiz? Hozir ko'ramiz. Tak. Mana bu yerdan hozir mana shu biz chizgan chizmani demak rumkaga aylangani. Bekdan qarasak ham, aylantirsak ham bir xil aylangan. Rumkaga o'xshadimi? Chiqarib beradi. Chiqarib olamizmi?
Rumka nima qilasiz? Buni ichi teshik bo'ladi eng qizig'i. Oxirigacha ketadimi? Tagigacha. Suv quysa tagigacha ketadi. Buni yopsangiz bo'ladi skechda. Plastikdan? Bilmadim endi. Demak, bizni rumkamiz mana tayyor bo'ldi. Videoni to'xtatamiz. Chiqarishni ham ko'raylik-da. 90 gradus qiyalikda, demak, pechat qilamiz. Bunga unaqa padeshka ko'p shart emas. Truy qilamiz. Nima bo'lib qopti? Mana shu rumka mana shu rumkani pechat qiladi mana. Xo'p. Çıkarıyorsun.